И mana qizlar, Prok Barvani yechdim. И давайте sizlarga postisini ko'rsataman. Ya'ni masalan, men lifchiksiz hozir, anuni Prok Barvani ham lifchiksiz kiydim. No shunda ham zo'r qilib ko'kragimni, как будто lifchigim bordek ushab turdi. И mana ko'rayotganlaridek, mana tepadagi videoda men Prok Barvadaman. И hozir esa mana qaranglar. Figuram mana bu joylarim ajralib qoldi. Mana belimi anu videodaqa bundoq tekisda, но при этом belim yo'q ko'ryapsizlar. Men 10 kiloga ateş semirdim videolar olish uchun, keyin bir oydan keyin ozib olaman karslarim taqib. No hozir semiz holatda. Men o'shaning полностью figuramni sizlarga boricha ko'rsataman, chunki 10 kiloga semirdim. И mana ko'rayotganlaridek, mana popam qaranglar, mana bu taraf ajralib qoldi, mana bu taraf ajralib qoldi, boksam ajralib qoldi. И mana qorinni qaranglar. Mana qorinni qaranglar. Shu qornim chiqib qolgan. И mana men popam qaranglar, juda ham yoqtirmaydigan joyi mana shu oyoqlarimni mana bu joylari qaranglar, mana bu joyi. Ko'rasizlarmi? Mana bunaqa mamtim semiz. И mamta ko'tim kichkinagina bo'lib qoladi. И xullas to'r burchak shunaqa ko't bo'ladi. Menga juda ham yoqmaydi bunaqa figura qizlar. И ko'rayotganlaridek, Prok Barvani bilan